onasi. İchingiz ham rosa qizga to'lib ketgan ekan. Bir dona o'g'il ham tug'ib bermagan ekansiz. Voy dadasi, nimaga unaqa deysiz? Bular bizni jannatimizning kaliti-ku. Muallim bojamning kuyovi eding, imoratini ham olmoqchimiding? Mebel so'rab olding, spalni deding. Erkakning sha'nimi, vijdoning qani? Bezbet basharanga termulib qoldim. Sendaqa mujiklarga qoyil qolmadim. Nahot kelin tarafdan ich kiyim olding. Alfonslar onimi, alfonslar koni. Shuncha yil boqqani yetmasmidi ey? Qarzlarga kirib ketmasmidi ey? Ketmasmidi ey? Ketmasmidi ey? Bojam Rossiyaga ketmasmidi ey? Parda gilamlari yetmasmidi ey? O'zing olsang kuyib ketmas edi ey? Sotmasmiding ey? Sotmasmiding ey? Sato vijdoningni sotmasmiding ey? Dadangga o'xshab bir fukusing yo'q seni ham. Ya, amma hali qizni ko'rmadingiz-ku? Ya, uyini ko'rib qizini oldiga. O'chir. Tush endi, keldik. 4 ta qizingizni uzatibsiz, eshitishimcha. 5-chisiga bizda aylanay qulchilikka keldik. Xudo bor ko'rinmaydi. Ular Rossiyaga qulchilikka ketgandilar. Opa, hali qizim yosh, 4tasini endi turmushga chiqardik. Hali o'ylab ko'raylik, o'qish degan narsa bor. Voy, o'qishga ketadigan pulga yaxshi mebel olasiz, tushundingizmi? 2 xona uy beryapmiz. O'shani to'ldirasizlar. Voy, bersangiz shunaqa jiyanimga berasiz. Bermasangiz ana oti chiqqan sohiba bor-ku, hali ham qiz bolaman deydi. Ana shunaqa sharmanda bo'lib yuraveradi. Ertaga mebel ko'rgan boramiz-a? Bojamchi bechora qarzdan adodur. Maktabdan qancha ham oylik oladur. Uyalmay so'rasang majbur topadur. Qiynama ey kuyov, uyat bo'ladur. Sendaqa kuyovlar noshud gadodur. Biorlar onimi, bezbetlar onimi. Taksi qilganlari yetmasmidi ey? Umri qarz to'lab o'tmasmidi ey? Yetmasmidi ey? Yetmasmidi ey? Olgan krediti yetmasmidi ey? Jami ozorlaring yetmasmidi ey? 3 oy o'tib qizi qaytmasmidi ey? Yotmasmidi ey? Yotmasmidi ey? Bojam infarkt bo'lib yotmasmidi ey? Bojam uylaringgacha tuzatib ketdi. Arzimas matohlar deb buncha past ketding. Durak asabimni o'ynatib ketding. Qizni shu holatda yig'latib ketding. Tursuk maykagacha kelindan kutding. Kutma, kutma, kutma. Bugun haddimizdan oshmadikmi ey? Nafsning tuzog'iga tushmadikmi ey? Ketmasmidi ey? Ketmasmidi ey? Nikoh o'yin bo'lib ketmasmidi ey? Shuncha ajrashishlar yetmasmidi ey?
ayrim qizlar chetga ketmasmidi ey o'tmaydimi ey o'tmaydimi ey so'zlar farzandlarga o'tmaydimi ey qayoqqa qarab ketyapmiz Kelinni oldik. Qani, to'yxonaga ketdik. Shoshma. Qaynating duo qilmaydimi? Iya, torting adajon. Halitdan povutni berma. Adajon deysan. Menga olib bergan mebellarni ko'rdingmi? Ko'rsang, sen ham adajon deg'orasan. Torting. Ilohi amin. Yoshlarimiz baxtli bo'lishsin, uvali, yuvali bo'lishsin, eteklari farzand ne'mati bilan to'lsin. Qizim ham so'nggi qizim ham baxtli bo'lsin. Allohu akbar. To'xta, xudo bu. Ko'chaga chiqib duo qilib uyat bo'ladi. Chiqa olmayman, hijolatman. Kuyovni ustidagi shimi meni so'nggi shimim edi. Yoshlar baxtli bo'lsin. Allohu akbar. Onangni